Usulini lanjiron deydi-ku. Butun lanjironni usul qilamizda. Mana qarang hozir. Torpedani yechmay. Svarka qilish uchun mana bu yerda pajarnik o'tiradi. Pajarnik bo'ladi-da, berib bo'lmasa torpedani yechish kerak. Tagiga qarang, qancha machalkalar bor. Mana bu yerga suv sepib, namlatda bosib turish kerak. Mana ichkari machalka olsa, bu torpedani chopib ham olib bo'lmaydi. Yorib tugaydi. Shuning uchun mana ilhomni pajarni qilib qo'yamiz bu yerga. Biz bu tomonda ishlatamiz. Quyoq bilan svarka qilaveramiz. Bitta torpedani yechib ochish 2 kunga tushadi bizga. Bundan ko'ra o'sha yerdan qarab o'tirib ishlagan yaxshi. U tomoni ham shunday bo'ladi. Nexia 2 mashinasiga qilib ko'rsatamiz buni. Profil stikasi 2 bar. Rучной mana shunaqa figuraga keltirib olganmiz ham buni. Ozgina mehnat qilish kerak buni. Burchakchalardan urib sekin yerga taxlab olinadi birinchi, keyin bu yerga quyib chiqiladi-da bu. Avval prikotga qilib olasiz, juplab, keyin tashab svarka qilib ketaverasiz. Katta. Oxiri aylanib svarka qilib o'rganingizdan keyin mana shunday holga keladi. Pojarniklar bor. Tak. İşte boşlayamiz. İşte boshlaymiz. Bu 1 soat, 2 soatga bitmaydi. Mana ertalab boshlab, lekin kechgacha mana shu ishni qilib tugatsa bo'ladi. Endi mana yechib, joyga quyishlari ham vaqt oladi. Mana shu joylarni svarka qiladigan payt mana u tomoni torpedan tagida mana sho'r bo'lish kerak-da. Suv sepib, ichkari tashqaridan qarab turish kerak. Agar nima bo'lsa ichkari osarasi bo'ladi-da. Mana shu joylarni svarka qiladigan payt qizida ichkari germetik shunga qilgan boyagi machalkachalari bor. Mana shu bir ikkita do'stlarimiz bizga qilgan ishlarni takrorlayapti-da. Lekin tushuntirib o'tishga harakat qilyapman-da. Ana endi zurkasda. Qizilishmadi. Turibdi. Bu yerga bizdan pajarnigimiz bo'ldi. Mana bu yerda. Bularni yechib qo'yasan. Tushirib qo'yish kerak. Machalkani olib qo'yasan-da. Так.
bilsanglar, oğullarga bitta odam yordamchi bo'lishi kerak, ichkari suv tepib turishi kerak-da. Bo'lmasa torpedan tayyor olsa, qobillik Bajar. mashina ketadi. Mashinani mayllasa o'zingizlar. Mana shunday qilib profilni 3 ga 2 ni olasizda kamoncha qilib shaklni qarang. Bunaqasi ham bural ketishi kerak. Mana shu krilo qanday shaklga bo'lsa, xuddi o'sha shaklga qilib profilni yasab olasizda, qotirasi tamom tanka bo'ladi keyin bu. Kimgadir yoqsa mana shunday qilib qo'yinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, xo'sh, mehnatimizga bitta like bosib qo'ying. Kanalimiz rivojiga siz qo'shgan bo'lasiz. Kommentariy yozing, fikrlar kerak bizga. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna qilib qo'ying. Biz qo'ygan videolar sizga ko'rinib turadi. Podpiska uchun pul oladim bizdan aka deyapti. Hech kim sizdan pul so'ramaydi. Faqat bizning kanalimizga mana auditoriyamiz kengayib boraveradi. Siz boshqalar obuna qilib boraversa, yana ham qiziq videolarni ko'rsataveramiz. Mana zanglamaslik uchun oq kreska olib keldik-da, biz mana servis vitda yog'ganda. Qo'yib qo'yish kerak. Tayyorga ketadi trilonni. Mana shunday qilib qo'ygan ma'qul. Mana bunisiga ko'nmasa, zabishni kraska olib kelib pulzatini sepish kerak. Tamam, ekranı sokup dur. Ya bitti. Ketdi, mana shu yigit. Mashina egasi. Bo'ladimi? Bo'ladi, zo'r ishingizga qoyil. Gap yo'q.